kunlik tinchlik safarimizning 17-kuniga sizni taklif qilib keldim. Badallaringizni menga birdan berib turishni xohlamsiz. Biz butun narsaga minnatdor bo'lishdan burun oldi bilan badallarimizga, farosatlarimizga minnatdorligimizni bildirib o'taylik deb o'tib ketgan. Bizning badanimiz bizning seg'inishimizni bakmi seg'inib ketdi. Undaqda hozir siz badashqan qurib, ko'zingizni yumib o'tirsangiz bo'ladi. Uzundan buyon tug'ilib, hozirgacha siz bakchiq narsalarni seg'inib baqdingiz. Mayli ota-onangiz bo'lsin, mayli farzandingiz bo'lsin, o'zingiz yaxshi ko'rgan boshqa kishilar bo'lsin va yoki boshqa ishlar va narsalar bo'lsin. Bugun siz badaningizni seg'inganligingizni badaningizga deb bering. Men o'zimning badanni bütün his tuyg'ularim bilan, nafaslarim bilan puroqlarni purashlarni seg'inib ketdim. O'zimning badanning puroqlarini seg'inib ketdim. O'zimning ovozlarini seg'inib ketdim. Seg'inishlarning eng kattasi o'zining badani bilan ulangan vaqtlarni seg'inishganda asli. Badanim, men teshida bak uzun yurib ketibdiman. Seni seg'inishni unutib qolibdiman. Bugun men qaytadan seni seg'ing'ili keldim. Seg'ingan his tuyg'ularimni seg'ing'ili keldim. Bu vaqtda badaningizni ko'zitib beqing. Badaningizda bo'layotgan tuyg'ularni ko'zitib beqing. Balkim siz badanim o'zanda tursa, men badanimni seg'inamdim deb o'ylab kelishingiz mumkin. Albatta, siz kichik vaqtingizdagi aslimlaringizni pat-pat seg'inib qolsiz. Demak, bu sizning balaliq vaqtdagi aslimlaringizda emas, shu vaqtdagi badan tuyg'ularingizni seg'inayotganligingizdan derak beradi. Seg'inish badanimizga yana bir energiya to'liqlash jarayoni. Ondaqda biz bugun bu jumlalarni birlikda deylik. O'zimning badanning puroqlarini xuddi eng sap tog'ning suyiga o'xshatqim bor. So'ning purqi bo'lamdi. Sifatlab bergili bo'lmaydigan bir purqi bo'ldi. Bu puroq naq o'zimning qalbining purqi. Havoning rangi bo'lamdi. Havoning rangi yo'q. Bütün ranglar havodan tarqaladi. Undaqda mening badanimning, qalbimning rangi dal havoning rangi. Dunyoda hech nimaga, hech nimani selishtirib bo'lmaydigan barliq ranglar, barliq o'qitishlarning hammasi badanimda bor. Badanimni shunchalik seg'indimki, puroqlarni, ovozlarni, mengishlarimni, uxlashlarimni, o'zimning tush ko'rishlarimni seg'indim. Bugun men o'zimning tush ko'rgan vaqtlarimni, seg'ingan vaqtlarimni seg'indim. O'zim bilan ajoyib muhabbatlashdim. Unutib qolgan o'zimni seg'inganligimni payqadim. Unutib qolgan o'zimni seg'inayotganligimni payqadim. Asli o'zimni unutib qolmabdiman. Balki o'zimni kaynimdagi yoshirin kuch deb o'ylabdiman. O'zimni yoshirin kuch deb o'ylayolabdiman. Bu badanimga ajoyib bir kuch beribdi. O'zimni o'zim yoshirin kuch deb o'ylabdiman degan vaqtingizda badaningizning sizga bergan inkosini his qilib o'zimni o'zim yoshirin kuch deb o'ylabdiman. O'zimni o'zim kaynimdagi yoshirin kuch deb o'ylabdiman. O'zimni o'zim yoshirin kuch deb o'ylabdiman. O'zimni o'zim seg'indim. O'zimni o'zim seg'inishni xohlayman.
Özümni özüm davamlıq seğinib durman. Bugünkü tinchlik məşqida mən özümnin avazlarını, özümnin puraqlarını, özümnin xiyallarını, özümnin düşlərini, özümnin həmmə nəslərini, seğinişlərimni seğindim. Bizning içimiz kuchlangan vaqtida o'zimizga texmo ishnalaymiz. O'zingizga o'zingizning ishongisi bormi? Undaqda o'zingiz seg'inish, tinishlash mashqini to'liq anglab, takrar mashq qilib bering. O'zingizni o'zingiz seg'indingiz, undaqda sizning o'zingizga ishongan kuchingiz texmo eshib ketgusi.